Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 5-darsimiz. Bugun trim end funksiyasini metodini ko'rib o'tamiz. Biz oldingi darslarga trim start, trim metodlarini ko'rib o'tgandik. Ya'ni trim bizda string har ikkala tomondagi bo'shliqlarni olib tashlasdi, trim start faqat boshidagini olib tashlasdi. Va bugun ko'radiganimiz trim end bizda faqat oxiridagi bo'shliqlarni olib tashlaydi. Ya'ni trim end funksiyasi metodi faqat stringning oxiridagi bo'shliqlarni olib tashlaydi, boshidagi bo'shliqlarga ta'sir qilmaydi. Asl stringni o'zgartirmaydi, balki yangi string qaytaradi. İçeritilish o'rinlari faqat oxiridagi joydan olib tashlash kerak bo'lsa. Kodni kopiya qilib olaman. Oddiy tekst degan o'zgaruvchi ochilgan va salom dunyo, ya'ni boshida ham, o'rtasida ham o'zi bitta probel bor va oxirida ham probel tashlangan. Va yangi trim text degan o'zgaruvchi e'lon qilinib, trim end funksiyasi metodi chaqirilgan. Va konsolga trim text o'zgaruvchisi chiqarilgan. Va note strings.js deb ishga tushirib beramiz va salom dunyo. Boshidagi probel turibdi, oxiridagi probel ham yo'qolgan, faqat terminalga tanlash imkoniyati bo'lgani uchun ko'rinmaydi. Buni ko'rish uchun bu kodni kommentariyaga olib qo'yaman va yangi o'zgaruvchi e'lon qilaman. Let a deyman yoki str1 tenglik, misol uchun hello degan so'zga faqat oxiriga bitta probel tashlab qo'yaman va let str2 tenglik world deyman. Ya'ni birinchi stringni oxirida 4 ta probel bor va ikkalasini lokka chiqaraman. Lokka a string 1 plus string 2. Ikkalasini konsolga chiqaraman. Degan bo'lsak, hello dan keyin bizda 4 ta probel turibdi. Ya'ni birinchi stringni oxirida 4 ta probel qoldirgandek xuddi o'shani chiqyapti. Agar biz str1 dan trim end funksiyasini chaqiradigan bo'lsak, oxiridagi barcha bo'shliqlarni olib tashladi va ikkita string qo'shilib qoldi. Bir-biriga qo'shilib qoldi. Ya'ni agar orasida yana joy tashlamoqchi bo'lsak, bu yerda ham plus va 5 string tashlab qo'ysak bo'ladi. Agar orasida bitta bo'shliq qolishini xohlaydigan bo'lsak. Bunda bor. Ya'ni ko'rib turganingizdek, trim end metodi oxiridagi bo'shliqlarni olib tashlaydi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.